Ben Kuryazov Azatbek, 443 guruh bitiruvchisi. Kichkina vaqtimdan beri shu buxgalteriya kasbini qiziqqanim uchun shu Finlightni, ya'ni buxgalteriyani tanladim. Qarindoshim shu yerda o'qigan. Oldimdan reklamasi ham chiqqan Ramazon oyida. Shu bilan yiqqanman. 7 oy davomida eng qiyini shu foyda solig'i bo'ldi. Lekin domlalarimiz bilan ag'amam buxgalter shuni ko'proq ishladik. Yil oxiridan bitirganimiz sababli shu bo'yicha ko'proq shug'ullandim, yaxshiroq o'rgandim, foydaliroq bo'ldi. Avvalgi holatim bilan hozirgi holatimni farqi deb aytsak, hozir ag'amlar yonida ag'amlar buxgalter, shular yonida o'tirib o'zim fikrimni, ishini foydam deyadi hozir. Buxgalteriya kasb haqida boshqa maslahatim, yaxshilab o'rganinglar, foydali kasb. O'zingiz ham kerak bo'ladi kelajak. Avvalambor uyimdagilar hammasini rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlab ishonganlari uchun eng katta rahmatim shularga birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib Finlightdagi birinchi Dilafruz ustozim hisoblanadi. Shularga katta rahmat aytaman.